Tasavvur qiling, bitta Shorts kanaldan 5000 dan 30 000 dollargacha bo'lgan summani topishingiz mumkin oyiga. Bu nerealniy. Assalomu alaykum YouTuberlar, sizlar bilan Umidjon YouTuber. Demak, bugungi darsligimiz qanday? Shorts yo'nalishidagi Mythical Creators Shorts yo'nalishi, ya'ni mana shunaqangi yo'nalishdagi videolar ishlashingiz mumkin va oyiga 1000-2000 dollargacha daromad ko'rishingiz mumkin do'stlar. Video quyidagicha mana shunaqa personajlar beriladi va personajlarni bitta ko'rsatib va ularning hayotiy videolari bor sifatida ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bugungi darsligimizda mana shunaqangi kanallarga o'xshab oyiga 2000 dollardan 5000 dollargacha daromad ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. YouTube'da mana shunaqa qidiruv bersangiz va shunaqangi kanallar kelib chiqadi va mana bitta kanaldan kopirovat qilib oldim va mana ChatGPT dan so'rab ko'ramiz. Shu kanalni analiz qil va qancha daromad ko'rganini taxminan hisoblab ber deb yozib so'rab ko'ramiz va bu nima deyapti? Agarda Hindiston va Pokiston ko'radigan bo'lsa 2000 dan 10000 dollargacha ham topish mumkin. Agarda Amerika ko'radigan bo'lsa 5000 dan 30000 dollargacha summa topish mumkin oyiga deyapti. Tushunyapsizlarmi do'stlar? Bu katta summa va bunga erishish mumkin. Demak, birinchi navbatda nima qilamiz? YouTube'ga kiramiz va mana shunaqangi kanallardan bittasini videosini olamiz. Ya'ni bitta videodan mana shunaqangi qilib screenshot qilib olamiz mana va screenshotni ozgina kesib olamiz va saqlanib qilib ChatGPT ga tashlaymiz. ChatGPT ga nima deb tashlaymiz? Mana rasmni tashlaymiz va unga buyruq beramiz. Ya'ni mana xuddi shu ko'rinishda menga Mythical Creators yo'nalishi bo'yicha orqa fon shunga o'xshasin va joylashuvlari ham shunday bo'lsin. Kamida 4 ta personaj bo'lsin va bunda afsonaviy personajlardan foydalan deb mana shunaqangi qilib buyruq beramiz va yuboramiz. Endi esa o'sha biz qidirayotgan videoni Telegram botga yuboramiz va o'zimizga kerakli formatda yuklab olamiz. Mana o'sha video ChatGPT bizga rasm tayyorlaguncha biz videoni saqlanib qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'zimizga saqlab olamiz va keyinchalik bu yerda ChatGPT ni ko'rsak, mana ChatGPT da allaqachon 2 ta rasm tayyor bo'libdi. Ikkalasi ham zo'r, ikkalasi ham chiroyli chiqqan va bularni saqlab olamiz o'zimizga. Endi esa do'stlar, bu yerda o'zimizga CapCutga kirib olamiz, o'zimizning CapCutimizga va novoy video qilib o'sha videoni joylashtirib olishimiz mumkin. Va bu yerda biz mana shu videodan ovoz sifatida foydalanamiz, ya'ni ovozidan foydalanib video yasashimiz mumkin va o'zimizning ChatGPT yaratgan fotodan bittasini tashlab olamiz. Mana asosiy kadrga, ya'ni asosiy nimaga CapCutni fotoni joylashtiramiz, o'zimizni rasmimizni va добавить изображение qilib, ya'ni videolarni o'sha yuklagan videomizni yuklab olamiz va mana shunaqa qilib kichraytirib olib o'zimizning rasmimizni mana shunaqangi qilib metkalab masalan kichraytirib kattalashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana boshlanishiga mana shunday odatiy holatda turadi va keyinchalik bir 3 sekunddan keyin 2 sekunddan keyin rasmni kattalashtirib mana ko'rganingizdek nuqta qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda asosan mana pastdagi videodan ham foydalanishingiz mumkin, ya'ni kattalashtirib kichiklashtirish davomida. Endi esa do'stlar, bizga kerak bo'ladigan personaj Dragon personaji va unga kerakli videoni topishimiz kerak. Va bu yerda shortslardan izlab qaraymiz va mana ko'rishimiz mumkin har xil videolar va bitta videoni kopirovat qilib
Telegram bot orqali sifatli formatda yuklab olishimiz kerak. Mana kopirovat qilamiz va Telegram botimizga tashlaymiz. Mana ko'rishingizdek sifatli formatda, iloji boricha sifatli formatda, masalan 720 pikselda yoki 1080 pikselda yuklab olgan ma'qul. Mana shunaqa qilib yuklab olamiz videoni va bu videoni o'zimizning yaratayotgan videomizning personajni davomiga joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda CapCutga kirib tanlaymiz videoni. Mana shu saqlagan videomizni tanlaymiz va buni kesib to'g'irlab olishimiz kerak. Iloji boricha do'stlar, pastdagi ikkinchi turgan video bor-ku, nimasi ovozidan foydalanayotgan, o'shani kichraytirib turib, CapCutning xohlagan joyiga qo'yib turib, o'zingiz qayerda to'xtayapti, qayerda kadrga o'tyapti, o'shanga qarab ishlashingiz mumkin do'stlar. Bu yerda ozgina murakkabroq ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin CapCutni yaxshi tushunadiganlar biladi. YouTube orqali ham tushunishingiz mumkin CapCutni. Qidirib ko'rsangiz videolarni, bu yerda metka qanday qo'yiladi, qanday nima qilamiz. Eng pastda turgan rasm birinchi turibdi mana, ikkinchisida esa ustida video turibdi va uning ustida o'zimizning videomiz turibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz mana o'shanaqa qilib montaj qilib olasizda bu yerni do'stlar. Pastda rasm turaveradi, ustida videoni joylashtirib yuborishingiz mumkin, xolos. Shundan iborat montaj bo'ldi, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Shunchaki oxirida masalan green screen yoki bir green rasmlar bor, o'ziga xos nimalar bor, ya'ni emotsiya beradigan narsalar bor. O'shani qo'yishimiz kifoya. Mana ko'rishingiz mumkin. Rasmni, videoni qirqib olib, joyini to'g'irlab olishimga to'g'risi bu yerda ko'p vaqt ketgan. O'shaning uchun mana pastda rasmdan, masalan, mana shu rasmdan, mana shu joyidan masalan screenshot qilishingiz mumkin yoki pastda o'zi kadrni to'xtatish degan narsa bor, o'shani qilib olishingiz mumkin. Mana shu yerda kadrni to'xtatish qilib olasiz va buni oxiriga qo'yib qo'yasiz. Mana video davom etaveradi, lekin nimani, kadrni to'xtatib turishni oxiriga joylaysiz. Mana oxiridagi rasmni ko'rishingiz mumkin. To'g'irlab olganimizda mana oxiriga turgan rasm bu qotib, ya'ni qotib turadi va ozgina vibratsiya beradida, boshqacha bir effekt beradi videoga. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana oxirida keladi va to'xtab qoladi. Demak, bu yerda endi bizga green rasmlari kerak, ya'ni mana bunaqangi o'ziga xos bo'lgan rasmlarimiz bor. Buni albatta Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Albatta Telegram kanaliga obuna bo'lib, kuzatib borishda davom eting. Bu yerda konkurs o'tkazyapmiz. Do'stlar, mana shunaqa qilib rasmni, green screenni yashil fondan o'zgartirib kesib olamiz va mana shunaqangi qilib to'g'irlab olishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, video keldi va to'xtadi va bu yerda albatta o'sha green screenni ham joylashtirib ketishimiz mumkin. Va keyingi kadrlar, keyingi personajlar ham shu tarzda davom etadi. Bu yerda rasm oxirida turgan, qotib turgan rasmni ozgina fon berishimiz kerak, ya'ni oq-qora fon berishimiz kerak bo'ladi va biz ham mana oq-qora fon berdik. Endi keyingi personajga o'tadigan bo'lsak, yana nuqta, ya'ni metkalab olamiz, ya'ni nuqtalarni joylashtirib olamiz. Mana va nuqtani joylashtirib turib, rasmimizni har qayoqqa sudrab buni keyingi personajga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Odatiy holatda qo'ydim, metkalab va o'rtasiga ham bitta metka qilib olaman, ya'ni kattaroq qilib, va oxiriga esa qaysidir personajga borish kerak bo'lsa, o'sha personajga olib boraman va o'zi avtomatik metkalanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda keyingi personajimiz, ya'ni yakkashoq, ya'ni unicorn. Endi bu unicornni biz do'stlar
YouTube'dan videosini olishimiz kerak, ya'ni unicorn videos deb yozsak, bu yerda har xil mana shortslar bor. Mana shu odatiy hayotiy videoga o'xshagan bo'lgani uchun tanlaganman va buni ham yuklab olamiz bot orqali. Bu videoni ham o'sha birinchi personajga o'xshatib kesib, tayyorlab joylashtirsak, montaj qilsak, bu ham bir boshqacha effekt beradi do'stlar. Bu shablonni tayyorlab olish albatta ozgina qiyinroq, ozgina ko'p emas. Buni tayyorlab olsangiz, keyingi videolarda albatta faqat joyini almashtirib, ya'ni videolarni almashtirib, rasmlarni almashtirib qo'yish kifoya do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, mana o'sha birinchi tayyorlagan personajimiz kabi qilib olamiz va iloji boricha do'stlar, bu videoda masalan mana video joylashtiryapmiz, o'shani ovozini o'chirib qo'yish yoddan chiqmasin do'stlar. O'shani ovozini yo'qotib qo'ymasangiz, bu videodagi ovoz ham xalaqit beradi keyinchalik. O'shaning uchun ovozlarni ham kesib, yo'qotib, oxiriga yana o'sha stop kadr berishimiz kerak. Mana bu yerda stop kadr berdik va bu stop kadrni oxirigacha surib qo'yamiz. Mana oxirigacha surib qo'yamiz va videoni davom qildirib oxiriga stop kadr berib yuboramiz. Mana shunaqa qilib. Demak do'stlar, bunga ozgina effekt va joziba berish uchun albatta musiqaga mos ravishda effekt berishimiz kerak. Albatta green screendan mana birinchi navbatda green screendan bu yerda kopirovat qilib olamiz va bu kopirovatni bu yoqga oxiriga o'sha stop kadrdagi rasmimiz bor, o'sha stop kadrdagi rasmimiz bilan teng qilib uzaytirib yoki kaltaytirib qo'yamiz. Va bu yerda biz boshqacha green screendan foydalanamiz, ya'ni boshqacha bir memdan yoki bir boshqacha nima desa bo'ladi, reaksiyadan foydalanamiz. Masalan, mana bu hayron qolayotgan, shokka tushayotgan reaksiyani qo'yamiz. Va bu yerda bu reaksiyaga ham, videodagi stop kadrga ham mana shunaqangi qilib effekt bersak bo'ladi. Bu effekt nima desangiz, effektlar bo'limidan mana pastroqga tushsangiz, привязка deb qo'yibdi. O'shani mana shunaqangi ko'rinishda, videodagi ko'rinishda nastroyka qilib olasiz va joylashtirib olasiz. Mana endi videoni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana video tayyor do'stlar. Endi buni eksport qilishimiz mumkin. Mana videoni eksport ham qilib oldik va eng ko'pi bilan 20 daqiqa, 30 daqiqa ichida sizning nimangiz, shabloningiz tayyor bo'ldi do'stlar. Kuniga 5 daqiqa, 10 daqiqa vaqt sarflab mana shunaqa shablondan foydalangan holatda videoni yasashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Demak, agarda bugungi video darsligimizda tushunmovchilik bo'lsa yoki tushunish qiyin bo'lgan bo'lsa yoki yordam kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana shu lichkamizga yozishingizni tavsiya qilaman va iloji boricha sizga javob yozamiz. Do'stlar, bu yo'nalishdagi videoni tayyorlash albatta o'zimizga ham albatta bepulga tushmagan. O'zimiz ham kurs sotib o'rganib shu narsani mana sizga bepul o'rgatyapmiz. Agarda noldan juda ham bir mayda detallar bilan o'rganishni xohlayman degan niyatingiz bo'lsa, bizga mana shu lichkamizga yozsangiz, Telegramdan javob yozamiz. Bu albatta pullik do'stlar. Mayda detallar bilan hamma narsasini tushuntirib, montaj jarayonlari, shablon yaratish, CapCut'ni yaxshi tushunmasangiz shu bo'yicha, shu yo'nalish bo'yicha tushuntirishlar olib boramiz do'stlar. Bu albatta pullik. Sizni o'ylagan holatda albatta katta summa emas, albatta biz bilan bog'lanib summalarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sizlar bilan Umidjon YouTube yo'l bo'ldi. Demak, bizning Telegram kanalimizga va gruppalarimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Yangi videolar va yangi darsliklar, yangi xabarlarni, YouTube bo'yicha xabarlarni sizga yetkazib berishga harakat qilamiz do'stlar. Siz bilan Umidjon YouTube yo'l bo'ldi do'stlar. Demak, ko'rishguncha xayr.